Hurmatli kitobxonlar, bugun sizlarning e'tiboringizga Aleksandra Kavilusning Laylo asaridan parcha havola etaman. Laylo asari Bosniya urush davrida yashagan bir qizning fojiali taqdiri haqida hikoya qiluvchi ta'sirli asar. Urush boshlanguniga qadar Laylo ham oddiy insonlar kabi orzular, quvonchlar va baxtli kunlar bilan yashardi. Ammo urush uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Asar davomida Laylo va uning oilasi boshidan kechirgan sinovlar, yo'qotishlar va og'riqli voqealar tasvirlanadi. Shunga qaramay, Laylo qalbidagi umidni yo'qotmaydi va yashash uchun kurashishda davom etadi. Hurmatli kitobxonlar, Aleksandra Kavilusning Laylo asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.